Utuq qozonğınız barmı? Undaqda tövəndəki 5 xil adətinizni taşlang. Birinci, asan hayajonlanadigan, boshqalarning bahosiga bek ko'ngil bo'ladigan odatingizni tashlang. Chunki buningdan boshqalar osonla foydalanib ketib, og'ir ziyon tortib olasiz. Ikkinchi, hech qanday tafakkur qilmayla, boshqalar nima desa shuni qiladigan odatingizni tashlang. Chunki sizning foydalanish qimmatingiz bo'lmagan sharoitda boshqalar hargizmi sizga shartsiz yordam qilmaydi. Uchinchi, o'zingizni ko'kka ko'taradigan odatingizni tashlang. Chunki boshqalarning hasadxo'rligi sizni vayron qilishi mumkin. Esingizda bo'lsinki, ota-onangizdan boshqalar sizning hargizmi ko'k o'rlab o'zidan eshib ketishingizni hargiz xohlamaydi. To'rtinchi, o'zingizni o'ylaydigan shaxsiyatchiligingizni tashlang. Chunki kishilik munosabatning mohiyati bo'lsa almashtirish. Doimli boshqalardan foyda olishni ko'zlasangiz, atrofingizga do'st birodarlaringiz va kishilik munosabatingizdan ayrilib qolasiz. 5. Boshqalarga doim ustozlik qiladigan odatingizni tashlang. Faqat siz boshqalar yordam so'raganda ko'rsatib qo'ysangiz, o'gitib qo'ysangiz bo'ladi. Chunki hamma odam sizning sizg'ansizligingiz bo'yicha mengishni xalab ketishini ataydi. Hayot va turmush to'g'risidagi texnik ko'p mazmunlar qoldi. Bosh betdagi qaltis seyin salonni qo'shib elishingizni tavsiya qilaman.